ATA Animation Studio taqdim etadi. Al-Azhar Islom tadqiqot akademiyasi qoshidagi tarjima tadqiqot markazining diniy va tarixiy nazorati ostida ishlangan. Allohning habibi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning siratlari asosida. يا رسول الله يا غالي فرحة الدنيا بميلادك نورت بيك الليالي لما بالخير جه معادك كل شبر مشيت عليها تحت قدمك فخر بيها رحمة للعالمين محمد كل أرض الله بلادك يا حبيب الله يا حبيب الله محمد يا رسول الله محمد يا ابن عبد الله يا رسول الله يا رسول Allohning habibi Muhammad. Birinchi fasl, 3-qism. Ey birodarim imom, Makka qanchalar go'zala, qalbimiz ham unga bog'lanib qolgan. Har yili bu yerga oshiqamiz. Ulug' shayx Abdul Muttalib bu musibatga sabr qila olarmikin yoki darg'azab bo'larmikin? Abdullohdan judolik qayg'usi ustiga Abrahaning Makkaga hujumi haqidagi xabari yana bir qayg'u bo'ldi. Arab qabilalari birdam emasdilar. Abrahaga qarshi birgalikda qilich ko'tarmadilar. Shuning uchun dushman osongina bostirib keldi va arab qabilalari anchagina talofat ko'rdi. Hukmdorim Abraha, Nima gap, vazir? orqamizdan arab qabilalari zarba berib qolishlaridan xavotirdami? Oldimizda ham, ortimizda ham birorta arab yo'q. Ulardan biz tomonga bitta ham o'q kelmaydi. Nega buncha ishonch bilan aytyapsiz? Eshit, vazir. Makka ahli tijoratchi, jangchi emas. Himyar va Yaman xalqi hamma, hukmdorim. Ular orasida farq yo'q. Arablar hozir g'aflatda.
ular jangchi emas. Olg'a yuraver, qo'rqma. Ey Abdulmuttalib, ey Quraysh sayidi, nega Quraysh ittifoqdoshlarini to'plab Abrahaga qarshi urushmayapti? Aytishlaricha, Abraha arablar bas kela olmaydigan katta qo'shin bilan kelganmish. 60,000 jangchidan iborat qudratli qo'shini, yana 9 ta fili ham bor ekan. Nima qilishni yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Agar arablar Baytullohni himoya qilish uchun birlashmasalar, Alloh boshimizga biz bardosh bera olmaydigan musibatlarni yog'diradi. Xudo haqqi, oramizda qo'rqoq ham, xoin ham yo'q. Lekin biz juda ozchilikmiz. Abrahaning qo'shiniga kuchimiz yetmaydi. Ey Himyar o'g'lonlari, nima bo'lganda ham Abrahaga qarshi chiqishimiz zarur. Agar yerimizga bostirib kirishsa, bolalarimizni qilichdan o'tkazishadi. Hech kimni sog' qoldirishmaydi. Biz Abraha va fillariga qarshi jang qilamiz. Jangga olg'a! Agar arablar bir tan u bir jon bo'lganlarida Abraha Makkaga yetib kela olarmidi? Biz doim shundaymiz. Dushman bizni mag'lub etmasidan oldin o'zimiz yengilamiz. Lekin Mavlono imom, oramizda haqiqatdan mardu botirlar ham yo'q emas. Himyar ahlining Abraha qo'shini oldida ko'rsatgan jasoratini ko'ring. Shundan so'ng Abraha Ka'bani buzishga bel bog'lab, o'z rejasini amalga oshirishga kirishdi. Shundan so'ng Abraha Ka'bani buzishga bel bog'lab, o'z rejasini amalga oshirishga kirishdi.
Zu Nafr qo'shini mag'lubiyatga uchrab, o'zi asir olindi. Abraha qatl qilmoqchi bo'lganida Zu Nafr: "Ey hukmdor, meni o'ldirma. Balki o'lishimdan ko'ra sen tomonda bo'lganim yaxshiroqdir" dedi. Abraha uni omon qoldirdi va zindonga tashladi. Nufayl ibn Habib ham: "Ey hukmdor, meni o'ldirma. Seni arab yerlariga boshlab boraman. Mana shu qo'llarim va qabilam sening xizmatingda bo'ladi" dedi. Abraha uni qo'yib yubordi. Shunday qilib, Abrahaga qarshi kurashda arab qabilalari tarqalib ketdilar. Har bir qabila o'zi uchun kurashdi. Abraha barchasini birma-bir mag'lub etib, Makka tepaliklariga yetib keldi. Abdul Muttalibning 200 tuyasini ham tortib oldi. Abraha arablardagi zaiflikni ko'rmaganida bu darajaga yetib kela olmas edi. Biz Kinona qabilasi gapni bir joyga qo'yib, Abrahani to'xtatish vaqti keldi degan qaror qildik. Huzayl qabilasi ham shu fikrda. Ularga kuchimiz yetmaydi. Ey Quraysh sayidi, tuyalaringizni tortib olsalar ham indamay turaverasizmi? Men Himyar qabilasidan Xunotaman. Huzuringizga Abrahadan elchi bo'lib keldim, Quraysh sayidi. Maqsadga o't. Hukmdor menga sizlar bilan jang qilgani emas, Baytullohni buzish uchun kelganini yetkazishimni tayinladi. Biz ham tinchlik tarafdorimiz. Jangga aslo toqatimiz yo'q. Men bilan Abrahaning oldiga boring. Bormang, Quraysh sayidi. Abdul Muttalib Abrahaning kuch qudratini yaxshi bilardi. Shunga qaramay, unga tarixga muhrlangan mashhur gapini aytdi. Ka'bani himoya qiluvchi egasi bor. Abdul Muttalib Abrahaning kuch qudratini yaxshi bilardi. Shunga qaramay, unga tarixga muhrlangan mashhur gapini aytdi. Ka'bani himoya qiluvchi egasi bor. O'ychan ko'rinasiz birodarim imom. Abdul Muttalib va Abraha oralarida bo'ladigan suhbatni aytib bermaysizmi? Jim turganim yo'q, o'ylayapman. Agar arablar Abrahaga qarshi birdan bo'lganlarida nima bo'lardi? Axir biz bularni avlodlarimizga so'zlab bermoqdamiz. Ular bizning gaplarimizdan o'zlariga xulosa chiqarishadi. Abdul Muttalib ojiz bo'lishiga qaramay, nega qudratli Abrahadan cho'chmay gapira oldi? Aslida ojizlar olamni boshqarmaydi. Faqatgina eshitib itoat qilishadi-ku. Shuning uchun Abraha vaziyatni o'z qo'liga oldi. Abdul Muttalibning javobi esa mag'lub kishining javobi bo'ldi. Huzuringizga Quraysh sayidi Abdul Muttalib keldi. Marhamat kirsin. Men tuyalarimni so'rab keldim, hukmdor. Tuyalaringni so'rab keldingmi? Men axiri Ka'bani, sizlar Baytul Harom deb aytadigan joyni buzishga keldim-ku. Sen esa tuyalaringni so'rayapsan. Ha, tuyalarimni so'rab keldim. Men tuyalarning egasiman. Baytullohchi. Baytullohning himoya qiluvchi egasi bor. Qanday ta'sirli so'zlar. Men sizning rizqingizni kesib, yurtingizni bosib olib, sizlar muqaddas hisoblaydigan
Ka'bani buzgani kelsam-u, bor gaping shumi? Oyxunota, unga tuyalarini berib yubor. Amringiz bosh ustiga hukmdorim. Men bilan Ka'ba o'rtasida turmang. Ka'bani buzaman. Albatta buzaman. Abrahaning qo'shini Muzdalifa va Mino orasidagi Muhassir vodiysida turardi. Nufayl ibn Habib oldinga yura boshladi. U Makka tomon yuzlangan filning yoniga kelib, qulog'iga shivirladi. Cho'kka tushgin, kelgan tarafingga qayt. Oldinga qarab yurma. Sen Allohning urush harom qilingan muqaddas yeridasan. Fil cho'kkalab oldi. Makka tomon yurish uchun o'rnidan qo'zg'almadi. Uni shimol yoki janub tomon yurishga majbur qilganlarida o'rnidan turib yugurib ketdi. Shu payt Alloh qo'shin ustiga qushlar galasini yubordi. Qushlar mo'jizali toshlar yog'dirardilar. Har bir qushda 3 tadan tosh bor edi. Biri tumshug'ida, qolganlari 2 pankasida. Tosh kimga tegsa, tanasini ilma-teshik qilib yuborardi. Askarlar bir-biriga qaramay qocha boshlashdi. Abraha ham jon talvasasida qochishga tushdi. Uning barmoqlari birma-bir to'kilardi. Yamanga yetib kelganida yuragi yorilib o'ldi. Unga Allohning la'nati bo'lsin. Baytullohning himoya qiluvchi egasi bor. Ey Baytul Haromning Robbi, senga hamd va sanolar bo'lsin. Yurtlaringizga eson-omon qaytinglar. Bundan keyin hech kim Ka'bani buzishga jur'at etolmaydi. Diyorlaringizga qaytinglar va xursandchilik qilinglar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Mehribon va rahimli Allohning nomi bilan boshlayman. Robbing fil sohiblarini nima qilganini bilmadingmi? Ularning makru hiylasini zoye ketkazmadimi? Va ularning ustiga to'p qushlarni yubormadimi? Loydan pishirilgan toshlarni otadigan.
bas ularni qurt yeb tashlagan o'simlikka o'xshatib yubormadimi? Fil surasi 1-5 oyatlar. Film islom.uz portali buyurtmasiga binoan o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimonlar: Olimxon Qodirov, Muslima Qodirova. Ilmiy muharrir Abdul Azim Ziyovuddin. Dublyajda artistlardan Mahmud Ismoilov, Boyir Xolmirzayev, Barno Qodirova, Laziza Azizzoda, Azizxon Latifov, Abdujabbor Fayziyev, Qobil Sobirov, Behzod Muhammadkarimov ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyori Shohruh Shahobiddinov. Muharrir G'ayrat Saydullayev. Rejissyor assistenti Davron Madiyor. Ma'mur Ahror Yahyoyev. Prodyuser Abduvahid Sattiyev. Ijodiy guruh rahbari Ismoil Muhammad Sodiq. Filmda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitobidan foydalanildi. Birinchi fasl 3-qism tugadi. بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا